o'zlari zo'r kiyim oladi. Ota-onalari deydirab yuradiganlar bor. Otangni chiroyli kiyintirib qo'y, onangni yaxshi kiyintirib qo'y. O'lgandan keyin marmar tosh qo'yma. Yo'q narsa u. Tiriklikda yangi kiyimlar olib ber. Tiriklikda mashinangga o'tirg'izib Imom Buxoriylarni ziyorat qildirib kel. Qurbing kelsa hajga yuvar. Bo'lmasa umraga yuvar. Yangi narsalarni olib berib onajoningni ko'zlarini quvontir. Ey, ular g'animat, qiyomatgacha billa bo'lmaysan. Ketib qolganda dod deysanmi?